Assalomu alaykum. Bugungi videolarimiz Yangi Sentrda, ya'ni gipchi oboy. Kimga qiziqarli bo'lsa, eng trendda bo'lib turgan gipchi oboy narsani Muramur varianti. Muramurning varianti ekan bu. Qaramiz, Harman, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salomsiz? Shukr, rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Bizdan kuzatuvchilar. Yine gipchi kaminimiz ham muvaffaqiyatli trendda turibdi. 5-yili yana xudo xolasa oq muramur varianti ustalarimiz ishlab turibdi. Ustalarimiz hozir Avetdagi. Oq varianti. Muramurning varianti desang? Oq muramur. Oq muramurning varianti. Tena xolasangiz, qarab o'tsangiz ham cho'p qop-qora bo'lib chiqadi. Uy egalarini talablarına binoan qarishni ishqalon sevadi bilan. Ajoyib bo'ldi. Aga buni kvadrati necha so'mdan, necha so'mdan bo'lib turibdi? O'zi urush stavkalari bilan. Kvadrati hozir boshqa bir yerlarda 60 dan turibdi, men 55 atib qo'yibman. Shu keskanni, oboyini, şöyle yetadigan kilayini 1 kilo ziyati bilan laki hammasini dastavkasi shuni ichida etib beramiz. 55 ming so'm atib turibmiz. Skitcha bahasida qo'yib turibmiz hozir. Skitcha bahasida bo'lib turibdi. Ajoyib bo'lgan. Muramurning varianti. Zo'r. Dumlamali zo'r chiqqan. Bu troveterdan ko'p chididi troveter kat açsa bu umuman netmeydi, bir xil yaxshi turaveradi. Og'amning garantiyasi necha yil buni? Garantiyasi 15 yilini ko'p videolarimizni aytib o'tdik, balki ishlaysiz bilan ishlagan videolarimizni ham aytib o'tdik. Bu narsamizga garantiya 15 yil chisti akrilda ishlanadi bu narsa. Akrildan. Shu novki shu moy ishi narsa bo'lsa, shuni akrilni o'zi bu. Garantiyasi shuning uchun beriladi. Ekranı tuttu, üstüne fon berib yapıştırdı. Xalasanızda milli variantlar, xalasanızda beynama boyatib beramiz. Bu 70 ming so'm bu beynama 1 santilik. Xalasanızda seyli variantdan müəccib adnaton nimetib çıxaradigan yerlerimiz var. Xudo xolasa bunamızda eldinki videolarımızda, bundan keyinki videolarımızda gösterib o'tamiz xudo xolasa. Aga makaran bu quyosh olishini nechalı buni? Olmaydi buni quyosh. Quyoshni Ben bunu quyosh olganini görmeyman ben. Yo'q, quyosh olmaydi. Shuni hozir endi ko'p odam azı ishlab chiqarishda ko'payib ketdi-ku soni. Termotravitin, termopanel ishlarimiz narsa ko'payib ketdi. Shundan bu o'zini sifatini narsa yo'qotmoq uchun qaytadan o'zini narsaga girib, o'zini sifatini yo'qotmoq uchun noliydi xalqimiz shuni talab etib turibdi. Chem arkalara qaraganda-da. Sifati yaxshiligini bilib. Bu narsa imdatib etganimda ko'p tushadigan narsa emas. Bu narsa yopishtirgandan keyin shu ayiqlar-ku, ko'paraman desa 200 saatdan keyin to'liq qurilishi 2 kun da. 2-3 saatdan keyin ko'paraman desa sovuq bilan chiqadi. Bu narsani hamma aytib o'tganmiz. Buni demak, aga qarang, sovuq tushadi, bu umuman tushmaydi deysiz. Yo'q, tushmaydi. Keyin atxozlar necha ishlanadi desa, atxozlar aynan ishlanish variantlari aynan. Aytganlari atxozlar burilib, atxozlarning o'zini